Aka, tinchlikmi? Uy remont qilyapmiz, bilyapsan. Ikkalamiz ham mashinamizni sotiluvdi, bir amallab uy remontini bitkazaylik. Keyin mashina olaveramiz. Hop aka, nima muammo? Siz deganda sotaveraman, hozir o'zi sotaveraman aka. Qayerda sotmoqchisan? Instagramda kanal tiqilyapti-yu, qaysi bir aytar kirib sotaveraman aka. Kechqurungi o'zingiz mashinangizni hal qiling, men ungacha sotib oldingizga kelaman. Mana mashinamni sotaverardim, ha. Ani bolalar bor edi-yu. Ha, aka, hozir bitta qora jentr kelyapti. Shuni olib keyin itdan bekorchiman. Bo'l, keldi, aka, gaplashamiz. Siz bilan gaplashaman aka. Assalomu alaykum. Nima bilan? Xullas aka, mashinani sotish kerak. Tonirovkasi 3 kun qolgan, ikkita detalli pitnosi bor. Bugun kechgacha sotib olish kerak. Nechi pulda olsa, aka? 12 qo'yinglar aka. Bo'ldi, aka, menga ishoning, hozir do'ndirib boplab yuboraman. Akalar, tez arzon tekin kanaliga bitta takkoy qora jentr kelib qoldi. Akalar, buni turishini qaranglar, sizlar svejiy bo'lib turibdi. Mashinamiz atiga 30 ming yurgan, 23-yil ishlab chiqarilgan. Mana mashina tarafida ozgina nahot deb pitnosi bor ekan. Akam bilan savdolashib, 12 ming dollarga ko'ndirib qo'ydim. Bunaqasi bo'lmaydi, akalar. Bosib yuboringlar. Akalar, bundan-da zo'rlarini qo'yib boramiz. Sizlar prosta obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. Bo'ldimi aka? Halimi? Bo'ldi aka, hal. Bugun hozir kanalga qo'yib yuboramiz, sirojniy sotib yuboramiz. Bo'ldi, xizmatingiz qancha bo'ladi aka? 200 ming so'm bering. Rahmat aka. Hop. Charchamang. Hop. Ukam, nima bo'ldi ishlaring? Aka, so'ramang. Xullas bitta kanalga qo'ydiruvdim. Ular yetmagani hamma aybini bekitib mashinamni e'longa qo'yib yuborishgan ekan. Qancha odam telefon qildi, telefonim tinmadi. Ustiga keldi, ko'rishdi. Ayblari ko'payaverdi, chiqaverdi. Xullas bitta qo'y topib shu mashinamni sotib olmadim. O'zingizda nima gap? Bo'ldi, men ishlarim bitta ukam, mana sotib beramiz degan bolalar bor. Olib bordim, tekshirishdi, video qo'yishdi, qayerda nima bo'lsa aytishdi. Shuna kanalga qo'yishdi, telefon bo'ldi. Aka ko'rmasdan, bilmasdan bolalarga ishonib oldim mashinangizni deyishdi. Notariusga borib ishini hal qilib yubordim, bo'ldi. Ne shu kanal haqida menga oldinroq aytmadingiz? Holatni ko'rdinglar. Sizga qanaqa sotish qulay? Ko'ngilli xotirjam qilib tekshiribmi yoki-da aybini bekitib, bori shu deb sotishmi? Bu gapimiz bilan biz hech kimni yomonlamoqchi emasmiz, lekin sotib beramizda o'zini yo'li bor. Bizda faqat tekshirilgani bo'ladi.